Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, qaranglar, hozir bizda mana shunaqa katta zamekokus gulimiz, bundan bizda juda ham ko'p, sotuvda ham bor. Buni hozir boshqa tuvakka ko'chirib olamiz. Bu hozir временный gorshogi, ya'ni transportirovочный gorshogi. Bunda qo'ygizsak ham bo'ladi, lekin qo'ygizmaganimiz yaxshi. Nimagaki anchagina qisilib qolgan, o'sha bu gorshogni qiyshaytirib nima qilib yorib yuboradi bu. Biz hozir endi ozgina kattaroq, jussasiga mosroq qilib 20 litrlik tuvakni tanladik. Buni biz ko'proq yirtib yuborsak gorshogida, ya'ni u bizga endi kerak emas. Ildizlarga zarar bermasdan mana shunday qilib mana yirtib olamiz. Hozir buni endi chiqarishga ozgina yordamlashib qo'yasizlar. Вот. Mana chiqazib oldi. Ko'rib turibsizlar, ildizlari hamma joyi sog'lom, mana hamma joyi sog'lom. Agarda bo'laman desanglar, ildizlarini bo'shatsanglar bo'ladi. Agar sizlar bo'lmayman, shundaylar ekaman deydigan bo'lsanglar, unda shart emas. Bizda hozir universalniy gruntlarimiz bor. Universalniy gruntga ekib qo'yamiz. Agarda xohlasangiz, tagiga drenaj solsangiz bo'ladi. Bizda asosan drenajdan foydalanmaymiz. Nimagaki, mana kelgan gorshogda ham bular ham drenajdan foydalanmagan. Shuni hisobiga biz ham hozir drenajdan foydalanmaymiz. Bizda o'zi asosan torfimiz yengil bo'lgani hisobiga, mana o'ta yengil bo'lgani hisobiga torflarimiz biz drenajdan foydalanmaymiz. Drenajni asosiy vazifasi ko'p suv quyilib qolganda suvni olib chiqib ketish. Uni eng global vazifasi mana shu. Ya'ni suvni ertaroq olib chiqib ketish gulni ildizidan. Bizda hozir bu universalniy grunt bo'lgani sababi zamekokus kam suv ichadi. O'zi bir oyda bir ozginadan suv quyasiz. Shuni sababiga shuning uchun drenajdan foydalanmasak ham bo'laveradi. Nimagaki, o'zi zamekokus itak kam suv ichadi. Unga ko'p suv quymaysiz. Drenajning vazifasi faqat ko'p suvni olib chiqib ketadi. Shu sababdan drenajsiz eksak ham bo'ladi. Hozir ozgina ko'proq solib qo'yibmiz. Gruntni pasaytiramiz. Вот, endi normalniy bo'ldi. Shunday qo'yamiz. Ozgina yuqoriroqda turgani yaxshi, zamekokus nimasi cho'kib qolmasdan mana shunday ko'chirib qo'ysak ham juda ham yaxshi bo'ladi. Hozir ildizlarga biz hech qanaqa bunga zarar bermaymiz. Prosta biz ko'chirib qo'yapmiz. Ya'ni пересадка. Tuvakdan tuvakka пересадка qilyapmiz. Bunda zamekokus stress bo'lmaydi. Nimagaki, biz ildiziga umuman tekkanimiz yo'q. Agarda buni bo'ladigan bo'lsak, hozir bo'lish variantini ham ko'rsatamiz. Ozgina kichikroq razmerimizda. Buni hozir kattaligi uchun prosta jalka. Shuning uchun hozir bo'lmadik. Buni ozgina kattaroq tuvakka ekib qo'ysak bo'ldi. Biz sizlarga hozir именно zamekokusni kichkinasini, ozgina kichikroq razmeri bor, ana shuni bo'lib ko'rsatib beraman. Yonlariga qo'shib ekib qo'yamiz xolos. Agar sizda universalniy grunt bo'lmasa tayyorlab olsangiz ham bo'ladi, lekin biz aynan universalniy gruntni ichiga vermikulit perlit qo'shilgandan keyin ko'pchilik bo'ldi, universal bo'ldi deb o'ylashar ekan. Yo'q, undan tashqari ham biz 7 element qo'shamiz. Gullarni yaxshi rivojlanishi uchun. Bu hozir asmakotlari, o'zining asmakotlari. Unaqa asmakotni ko'p bo'ladi kelganida, shuning uchun bizda universal gruntimiz ichida asmakotlar ham qo'shamiz. 7 xil element qo'shib tayyorlaymiz. Shuning uchun 6 oy davomida siz ularga dori bermasangiz ham o'zi yaxshi o'saveradi. Hurmatli obunachilar, hozir ozgina yog'ochlarga kirgizib qo'yamiz. Nimagaki, gulimiz o'ynab qolmasligi kerak. Вот. Juda ham chiroyli chiqdi hozir. Hozir endi buni mana shoxlari u yoq bu yoqqa ketib qolmasligi uchun qo'yilgan, ip sinib qolmasligi uchun. Bular eski, yangi chiqargan baklarini nimasi bo'ladi? Buni olib tashlaysiz ham bo'laveradi, o'zi ham to'kilib ketaveradi. Hozirgi kunning issig'ida bir oyda bir suv quysangiz bo'laveradi. Qish faslida 2 oyda bir ozginadan suv quyasiz. Mana bu grunti deyarli ho'l bo'lmasligi kerak. Keyin ko'chirgandan keyin albatta ozgina kutasiz. Buni sразу полив qilmang. Ozgina kutib turasiz 1-2-3 kun, undan keyin suv quysangiz bo'laveradi. Agarda universalniy gruntingizni ichida 7 xil elementi bo'ladigan bo'lsa, dori bermasangiz ham bo'ladi. Agarda yo'q, sizda prosta kirpich yokida kokosovoy bo'lsa, unda dori berishingiz shart bo'ladi. Ular ichiga albatta o'z elementlarni qo'shib olasiz. Hozir bu gulimiz mana tayyor, уже ofisga, koridorlarga juda ham chiroyli turadi. Juda ham chiroyli turadi. Hozir juda ham katta. Bu gorshogini ko'rib turibsizlar. Mana bu 20 litrlik tuvak. Mana shunday
chiroyli turibdi, hurmatli obunachilar. Hozir pastdan ham ko'rsatamiz. Ana juda go'zal holat bo'ldi, hurmatli obunachilar. Qaranglar, buni mana gigantligi uchun baklari ham mana katta. Juda ham baklari katta. Mana go'zal holatda. Mana shunaqa qilib ko'chirib olsak bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalgi videolarimizda ko'rsatganmiz qanaqa qilib ko'paytirish kerakligini. Menda qora zamyan. Yashilni ham shunday qilib ko'paytirsa bo'ladi. Hozir endi kelasi videomizda zamyani kichikroq razmerni ham bo'lishini ko'rsatamiz. Hozir mana bu zamyamiz bor. Bu ham chiroyli, shuni kichkinaroq varianti. Shuni endi ko'paytiramiz, xudo xohlasa. Mana endi ildizlarini asta bo'shatib olishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha ildizlariga tegmay. Hozir bu joyda ildizlari juda ham bir-biriga kirishib ketgan bo'ladi. Sindirib qo'ymasligimiz kerak. Nihoyatda sekin, astalik bilan ularni bo'shatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu imенно Xitoydan kelgan zamya kokuslar. Bularning ham tagida drenaji yo'q, mana drenaji yo'q. Shunda ham shunaqa go'zal, mukammal o'sgan. Ular ham suv quyishni ligrovka qila olishadi. Shuning uchun ular drenajdan foydalanishmagan. Aytganimdek, bu agarda shunaqa yengil to'g'rida bo'lsa, drenaj shart emas. Hozir уже mana bo'lib qoldik. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir mana xuddi mana shunday qilib hamma joylarni ochib chiqamiz va o'zi bunday bo'linadigan kanal topiladi. Bunday qilib kelganinglarda mana ildizlarga iloji boricha tegmaymiz. Nihoyatda kartoshkasini ham ehtiyot qilishimiz kerak. Kartoshkasini ham iloji boricha bo'lmaslikka harakat qilamiz. Hozir bu tomondan ham bitta harakat qilib ko'ramiz. Bu joydan bo'lsak ham bo'lar ekan. Mana onalik ikkita turibdi-da. Bismillahirrohmanirrohim. Buni bo'lish oson emas. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Lutfi pichoq ishlatmagan yaxshi bo'layotgan davringizda. Mana shu yerda ildizi bor ekan. Hozir mana shu joydan ana iloji boricha ildizlarini bo'lib qo'ymaganingiz yaxshi. Ya'ni kartoshkasini ehtiyot qilamiz. Va bizda bu esalomongina 3 ga bo'lindi. Inshaalloh mana ana inshaalloh mana kartoshkalarimiz sof, mana 3 taga bo'lib oldik. Buni endi 3 ta go'zal tuvaylarga ekib olsak bo'laveradi. Agar bundan ham maydalab boraman desangiz, gul ham qiynalib qoladi, kartoshkasiga ham zarar yetib qoladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, o'zini shunday gruntlari chiqdi. Hozir mana uchala tuvagimizga ham ekib olamiz. Ekkandan keyin albatta suv qo'ymay turamiz. Nimagaki? Bu tomirlari uzilgan joylari bor, suv tekizmaganimiz ma'qul. Va bu bo'lganimizda mana shunday stressga tushishi mumkin. Shuning uchun suv qo'ymay turamiz. 1-2-3 kundan keyin ozgina suv qo'yamiz. Nomiga hozir mana shunday turadi. Salqin joyga qo'yib qo'yamiz shu bilan. Iloji boricha yuqoriroqqa ekkan yaxshi. Iloji boricha. Ildizni rosa ham qattiq ham bosmaymiz, nimagaki ildizlarni uzib qo'yishimiz mumkin. Shu hisobdan ozginadan yonlariga bosib shunday qilib ekib qo'yamiz. Aytganimdek, drenajdan foydalanmaymiz. Nimagaki drenaj u ko'p suvni olib ketadi xolos. Gullarga umuman uni foydasi yo'q, misol uchun. Suvni ligrovka qilishni bilmaganlar uchun foydalansa bo'laveradi. Imенно drenajdan. Drenajda undan boshqa foydasi yo'q ildizlariga. Mana shunday qilib. Mana hurmatli obunachilar, bo'lib zamya kokusimizni ekib ham oldik. Mana hozir biz suv quymaymiz bularga. Mana shunday chiroyli qilib qo'yib qo'ydik. Shunday turib turishadi. 1-2 kundan keyin ozginadan suv qo'yib qo'yamiz. Sprey qiladigan bo'lsanglar ham bo'ladi. Sprey qilsanglar ham o'z tanasidan ozgina boradi. Lekin bo'lingan davrdan keyin ozgina kutib turasizlar. Hozir просто пересадка qilingan bo'lsa, unga sprey qilsanglar bo'laveradi. Juda ham go'zal turadi hurmatli obunachilar. Sprey qilsanglar ham spreydan ham suv ichadi. Suv quyishinglar shunda yana ham kamayadi. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni YouTube, Telegram, Instagramdan kuzatib boringlar. Podpisatsiya va laykni ayamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.